Hürmetlik vatandaşım, körüp durup sizgi bugünkü sözlevatqan leksiyelerimizden hemesi asası harbi işladi kelibat edeceğim o. Endilikçe tübendeki mavzuğa dikkat kılan leksiyemizden. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis mundaq ko'rsatdi. Cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatga taqobil turish uchun urush tayyorligini puxta qilishimiz lozim. Yani bir oquvete hürmetlik vatandaşım, yani bir anlayıvetin. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis mundaq ko'rsatdi. Cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatga taqobil turish uchun urush tayyorligini puxta qilishimiz lozim. Mavzuda xabar 2-3 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis 2 kuni juma kuni mundaq ko'rsatdi. Cho'ng davlatlar raqobatiga taqobil turish Davlat Mudofaa Ministrligining muhim vazifasi. Amerika urushga tayyorlik qilish kerak. Diqqat vatandosh. Amerika urushga tayyorlik qilish kerak. Gerçi siz urushga qarshi, Amerika xalqi o'zim urushga qarshi. Lekin vaziyat shuya kelibdi. Hozir Jim Mattis apandi nima deyapti Davlat Mudofaa Ministri? Amerika urushga tayyorlik qilish kerak. 5 burjaklik bino o'tgan oyda 10 yildan beriki tunji davlat mudofaa strategiyasi dokladini e'lon qildi. Dokladda Jungo bilan Rossiya Amerikaning raqobatchilari deb bekitildi. Haftaning 5-kuni muxbirlar Jim Mattisning dokladda ko'rsatilgan bu mazmunlarni tushuntirib qo'yishini talab qildi. Jim Mattis bunday ko'rsatdi. Biz navbatda Chavshandan kelayotgan tahdidga duch keldik. Lekin biz diqqat qildikki, ba'zi davlatlar Amerikaning strategik raqobatchisi bo'lish yo'lini tanlab oldi. Mayli Ukrainaga tajovuz qilib, bizning saylam ishlarimizga aralashsin, bu gap Rossiyaga qarshi. Yoki Janubiy dengizda orol yasab, hada tashlarni mustahkamlasin, bu gap Jungoga qarshi. Ular biz Amerika bilan raqobatlashish yo'lini tanlab oldi. Biz bu xiristlarga taqobil turmasak bo'lmaydi. Biz bu xiristlarga taqobil turmasak bo'lmaydi. Agar urush portlaydi ekan, biz urushga kiramiz. Jim Mattis, Davlat Mudofaa Ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining deydiki, biz bu xiristlarga taqobil turmasak bo'lmaydi. Agar urush portlaydi ekan, biz urushga kiramiz. Hürmetli Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis apandi, biz urushga qarshi, fuqarolar urushga qarshi deydi. Amerika xalqining urushga qarshi iloji yo'q. Siz vaziyat aldırı şundaq deyishga majbur bo'lyapsiz, ham shundaq qilmoqchi bo'lyapsiz. Qo'llaymiz. Jim Mattis apandi, Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis apandi, sizdan doklatingizni qo'llaymiz. Biz Uyg'urlar qo'llaymiz. Bu Davlat Mudofaa Ministri strategiyasi mundaq deyilgan. Bu strategik siyosatni ishga oshirish uchun Amerika armiyaning qirg'ichi qurollarning saviyasini yuqori ko'tarish kerak. O'xshashlar rayon doirasidagi ittifoqlash davlatlar bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirish kerak. Davlat Mudofaa Ministri Jim Mattis yangi davlat mudofaa strategiyasi dokladini e'lon qilgandan keyin darhol Indoneziya va Vyetnamni ziyorat qildi. 1-oyning 25-kuni ziyoratga chiqqan edi. Amerika armiyasi Janubiy dengiz va Osiyo Tinch okean rayonida harakat qilishga yangi hamkorlashuvchi davlatlarni izladi va yangi munosabatlarni izladi. Burna kunlari
Devlet Müdafiə Ministri Cemmetis Ukrayna ve Avrupa İttifaqıdan kelgen Devlet Müdafiə Ministrleri bilen görüştü. Devlet Müdafiə Ministri Cemmetis muhbirlarga mundaq görsetdi. Bu hareketlerin hemmisi Devlet Müdafiə Ministerligimiz yeni Devlet Müdafiə stratejisini əmliləşdiriş üçün görsetken tirişçallık kollanğan harekettir. Görsetken tirişçallık ve kollanğan harekettir. Çünkü Devlet Müdafiə Ministerligi Amerika'nın yeni Devlet Müdafiə stratejisi koyak, soğuk münasibetle uğraşı porakıga ige. Çünkü çokum tinç terakkiyat yolu da mağadı. Zomeger buluş niyetimiz ve zomegerlik talışış niyetimiz yok degen idi. Senin tinç terakkiyat yolu degenin nemi degenin cüngoluk efendi? Hazır müstemlik Uyguristan'da üzerinin tildeki Şinjan Uygur Abdunum rayonunda nemi iş kılıp atsan? Uygurları kayıs şekilde öldürüp atsan, Uygurları kayıs şekilde hepsi ve yığıveliş lagerleri yığıp aldın. Bu tinçlik mi? Tinç terakkiyat degen şundak bulamdı. Emse senin tinç terakkiyat degenin karatkan neziriyen nemi kartılgan?